eng yaxshi ko'rgan insonim. Onalar shundayda, farzandini olisda ko'rsalar, yolg'iz ko'rsalar, hech ham yolg'iz tashlab qo'ymayman degan holatda o'zlari studiyaga tashrif buyurishadi. Onamday yaxshi ko'raman bir inson borlar. Hafizaxon Qo'ldosheva, Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi direktori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Haqiqatda quyosh yurakli insonsiz. Umringiz ziyoda bo'lsin har doim. Yangi to'y muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham muborak bo'lsin. Salomlashishingiz mumkin. Marhamat, yaqinlar ko'rishyapti. Marhamat. Mehrimizni qo'shib damlaganmiz bu choyga. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, mahalladoshlar, yurtdoshlar. Sizlar bilan tongda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Bugungi kuningiz mazmunli, maqsadli, xayrli va fayzli o'tsin. Quyosh yurakli inson. Ustozingiz bilan yorug'lik sarbozlaridan biri bilan chiroyli kitob taqdimoti amalga oshirilgan. Bugun kutubxona faoliyati emas, o'zingizni faoliyatingiz haqida birozgina gaplashsak, chunki mana o'zingizni qalamingizga mansub 4 ta kitob taqdim etilgan. Bunisi menda bor. Bunda bor. Bunisidan bergansiz. Bu faqatgina siz haqingizda bemalol dissertatsiya yo'qlaydigan holatga keldim, chunki haqiqatda aytdim. Birinchi ko'rganimda aytganman, onamga juda ham o'xshaysizda. Haqiqatda onamdayin qalbi buyuk insonsizda. Hafiz opa, salomat bo'ling. Keling, Turkiyaga qilgan safaringiz, bugungi kundagi o'sha ijodiy izlanishlaringiz haqida gaplashaylik dastlab. Rahmat. Mana shu kasbim tufayli juda ko'p yurtlarni kezdim. Chunki har bitta sohada faqatgina o'zini qobig'iga o'ralib qolmaslik kerak. O'zini yurtidagi yangiliklarni o'zlashtirish bilan birga, albatta xalqaro andozalardagi tajribalarni, ulardagi olib borilayotgan faoliyatni, yangi innovatsiyalarni o'rganish kerak. Mana shu sohada juda ko'p davlatlarga safar qildim. Mana bu yilning o'zida ham Turkiya Respublikasi Alaniya shahriga hamda Qozog'istonda Astana shahriga xizmat safarlari uyushtirdik. Haqiqatda biz borib ko'rganimizda juda ko'p mana shu sohada olib borilayotgan faoliyat bilan, yangiliklar, innovatsion g'oyalar bilan tanishganimizda shunday xulosaga keldimki, mana ko'p yillik ish tajribaga ega bo'lgan inson sifatida haqiqatda O'zbekistonda ham mana shu kutubxona sohasida kitobxonlik, kutubxonalar faoliyatini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish borasida salmoqli islohotlar olib borilyapti. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Ijodiy faoliyatga keladigan bo'lsak, albatta ko'p narsani ko'rganingizdan keyin, xalq bilan, yoshlar bilan ishlayotgan bo'lgandan keyin ilhom kelar ekan. Kitoblarning ichida boshqacha bo'lishi mumkin emas. Chunki faqatgina ishlash bilan birga bizning faoliyatimizda mana shu ishlagan faoliyatimizni, olib borayotgan ishlarimizni ommaviy axborot vositalarida targ'ibot qilib borishimiz kerak. Agar e'tibor bersangiz, mana shu sizga bergan kitobimda men nima uchun olib keldim buni? Mana bu yerdan bu yog'ida meni ommaviy axborot vositalarida chiqqan maqolalarim, televideniyada bergan intervyularim, radiodagi bir qancha materiallar to'planib qolgan ekan. Juda katta. Shuning uchun men olib keldimki, demoqchiman, shu kutubxona faoliyatiga ishlash bilan birga mana birinchi maqolam 96-yilda chiqqan ekan. Qarang. Nima demoqchiman? Kutubxonachi xodimlar nafaqat ishlaydi, ishlagan olib borayotgan faoliyatini ko'rsatish kerak. Ijod qilish kerak. Men ijod qilishni yaxshi ko'raman. Albatta yozuvchilikka talabgor emasman, lekin yaxshi yozasiz. Lekin juda ham qiziqaman, yozaman, maqolalar yozaman, ko'p muharrirlarga bersam, haqiqatda aytishadi, qalamingiz har qalay bor ekan deb. Bundan xursand bo'laman. Shuning uchun keyin mana bu kitobni yozdim. Mana kitobxonlikka keng yo'l faoliyatimizni da olib borilayotgan islohotlar bu yerda o'z o'rnini topgan. Mana shu xalqimizni, davlatimizni ishonchi bilan 2010-yilda, 15-yillarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida faoliyat olib bordim. Ana shu davrdagi qonunchilik faoliyatim bu yerda aks etgan. Men shunday bir baxtli kutubxonachimanki, o'zimizni sohani qonunini saylovoldi dasturimga kiritdim.
buni prezidentimiz inobatga olgan holda mana shu 2010-yilda davlat dasturi Barkamol avlod yili bo'lgan 10-yilda ana shu davlat dasturiga saylov oldi dasturimdagi qonunni kirgani meni bu baxtim bo'ldi. Qarang, juda katta yangilik kiritilgandi. Juda katta men uchun sharaf bo'ldi. Ana shuni keng jamoatchilik bilan, respublika miqyosidagi barcha kutubxona xodimlari bilan birgalikda video konferensiyalar o'tkazgan holda ularga borib seminarlar, mana shu muhokamalar o'tkazish jarayonida bu qonunda zamon talablari asosida takomillashishga va mana shu 150 ta deputat oldida mas'ul deputat sifatida u yerda men ma'ruza qildim va qabul qilinishiga erishdim. Bu meni juda katta yutug'im deb o'ylayman. Albatta. Biz bu jarayonlardan siz bilan har doim faxrlanib kelganmiz. Kutubxonadan qaysi mehmon kelsa, siz haqingizda har doim iliq suhbatlar amalga oshiriladi-da. Bu kitobni berganingizda bir jumla meni alohida e'tiborimni tortgan. Nodira Begim nomidagi Namangan axborot kutubxona markazi direktori Mavluda Jo'raboyeva shunday fikr aytganlar. Yaratgan har birimizga betakror fe'l, fazilat bergan, hatto taqdirlar ham bir xil bo'lmaydi. Men Hafiza xonimni toleyi baland ayol deb bilaman. Oiladagi shu barkamollik, oiladagi xotirjamlik, baxtli bekalik qaysidir ma'noda bizni o'sha kelajagimizga, jamiyatdagi o'sha yutuqlarga erishishimizda bir alohida zamin yaratadi, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Oilada juda ham katta ahamiyati bor. Chunki ayolning baxti oiladagi yaratilgan sharoit, unga berilgan e'tibordan boshlanadi. Chunki oilada ayol baxtli bo'lsa, u davlatga, jamiyatga manfaat keltiradi. Men jamoamda juda ham ayollar ko'p, bilasiz, kutubxonada har bir yig'ilish o'tkazganimda yoki bo'lmasa tug'ilgan kunlar bo'lganda aytaman, siz ayolsiz, baxtli ayolsiz. Chunki oilangiz tinch, yurtingiz tinch. Qaysi ayol tinch bo'lsa, oilada sog'lom bo'lsa, ishlashga vaqt topadi. Mana bugun siz keldingiz ishxonaga, siz bilan yuzma-yuz ko'rishib turibmiz, bu sizning baxtingiz. Bu eng baxtli onlardan biri. Buni qadriga yetishimiz kerak, shukrona aytishimiz kerak deb men ularga hamisha takrorlayman. Biz yaxshi kayfiyatda efirda davom etyapmiz. Suhbatdoshimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Toshkent shahar Bilim axborot kutubxona markazi direktori Hafizaxon Qo'ldosheva studiyamiz mehmonilar va albatta ular tomonidan taqdim etilgan va bugungi kunda darslik sifatida amaliyotga tatbiq etilayotgan bir kitob bor, ya'ni kutubxonalarning innovatsion faoliyati. Bu borada ilmiy ish yoqilandi. Dastlab bu kitob holida chop etildi. Va eng asosiysi bugungi kunda mana shu kitob doirasida yoshlar bilim saboq olayaptilar. Albatta. Bu menimcha maqtansa arziydigan yutuq-a. Shu haqida gaplashaylik. Rahmat. Biz bu faoliyatga mana bilasizlar 20-yilda yurtimizda pandemiyada koronavirus davri boshlandi. Biz bunda kutubxona xodimlari uyda o'tirib qolmadik. Xalqimizni ma'naviy jihatdan ozuqa bilan ta'minlash maqsadida uyda o'tirganda bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun juda ko'p loyihalar ishlab chiqdik. Uyda qoling degan mavzusida u yerda muvaffaqiyatli ayolman, yo'l-yo'lakay o'qiymiz yoki bo'lmasa audio kitoblar, barcha kitoblarning elektron variantini qilgan holda yoki bo'lmasa biz uyda o'tirib eng noyob ishlatadigan vositalarimizni ensiklopedik bo'lgan, uning tarixi, qayerdan kelib chiqdi, masalan zontik, soyabonlar, soyabonlarning nimasi, uydagi o'zimiz uchun qadrli bo'lgan kitoblar, bolajonlar uchun sevimli ertaklar, shunday bir loyihalar qildikki, uyda o'tirgan bolajonlarimiz o'zlaridan qiziqib, masalan, yaxshi ko'rgan she'rlarini videorolik orqali jo'natishdi. Ular bilan ko'rik tanlovlar o'tkazdik. Ular g'oliblariga biz sovg'alar berdik. Shunday qilib bizda innovatsion faoliyat ancha rivojlandi. Bora-bora biz buni yangi zamonaviy, masalan, kitoblarni nafaqat oddiy qo'l bilan yoki
kutubxonaga keladi, biz ularga og'zaki yoki bo'lmasa ko'rgazmali taqdimotlar o'tkazamiz. Biz onlayn, virtual ko'rgazmalar, elektron ko'rgazmalar yoki bo'lmasa mana shu kitoblar to'g'risida videoroliklar qilishni boshladik. Booktuber degan, Booktuber, shunga o'xshagan Booktrailer. Mana shu loyihalarni men mana shu kitobda aks ettirishga harakat qildim. Bu innovatsion faoliyat hozirgi kunda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohining talabalari mana shu asosda o'z bilimlarini oshiryapti. Demoqchimanki, bizni Toshkent shahridagi olib borgan faoliyatimiz, ishlab chiqib ijodiy faoliyatimiz hozirgi kunda respublika miqyosida tarqaldi. Men o'ylaymanki, barcha bizni har bir kutubxonada olib borayotgan faoliyatimiz bu bizning yutug'imiz. Albatta. Soyadagi qahramonlar degan bir fikr bor-da. O'zlari ko'rinmaydi-yu, o'sha ish joyida juda ham katta yaxshiliklarni amalga oshiraveradi. Biz ularni kamdan-kam e'tirof etamiz-da, lekin bugungi kunda kutubxonachilarni soyadagi qahramonlar deya olmaymiz. Bugungi kunda ular ham eng yorqin kasb egalari sifatida ko'rik tanlovlarda, dunyoga chiqish mana jarayonlarida peshqadamlikni qo'ldan boy bermayaptilar. Siz haqingizda insonlar bilan, shogirdlaringiz bilan gaplashganda ustozlarni eng chiroyli ulug' fazilatlarini alohida bir e'tirof etadilar-da, lekin baribir ustozlarni ham ustozi bo'ladi-yu, to'g'rimi? Hech ular haqida gaplashmagan ekanmiz. Bugun gaplashaylik ustozingiz haqida. Rahmat. Rahmat. Haqiqatda ustozlarimiz hozirgi kunda bizga dars bergan shu Madaniyat institutida o'qiganman 79-83-yillarda. U yerda dars bergan ustozlarimda hayotlari bor. Ulardan mana G'ayrat Soatovni aytishim mumkin, Lutfulla Mahmudov, Komilaxon opa Dadaboyeva, Ozodaxon opa Xolmatova, agar meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, hammalaringizdan minnatdorman. Ustozlar o'z shogirdlarini erishgan yutuqlaridan, olib borayotgan faoliyatlaridan faxrlanadi. Albatta. Hozirgi kunda men ular bilan muloqotdaman-da, kursdoshlarimiz bor, ana shu 83-yilda bitirgan kursdoshlarni hammasini jamlab bitta Telegram kanali ochib qo'yganman. Ana shu kanalda bir-birimiz bilan muloqot qilib turamiz. Mana hozir nafaqat faoliyat olib boramiz, tadbirlar o'tkazayotganda yoshlarga o'rnak sifatida hozirgi kunda prezidentimiz ko'rsatmasi bilan birgalikda 3 avlod uchrashuvlari o'tkazilyapti. To'g'risi nuroniylar safiga ham qo'shilib qolibmiz. Bir tomondan xursand bo'laman, bir tomondan vaqt o'tyapti deb xulosaga bir shunchaki o'tmayapti-da, eng muhimi qarang. Qanchalar foydali, manfaatli umr o'tayapti hozir. Bu chiroyli. Shu onlayn faoliyatning yana bir nimasi, shu kutubxonadagi faoliyatim, qonunni qabul qilish jarayonida parlamentdagi bibliograf deb nomlangan kanal ochib qo'yganman. Telegramda, ijtimoiy tarmoqda kitobxon zukko ayollar deb nomlangan mana shu kitob asosida tashkil etilgan u ham shu faoliyatning bir qismi. Men unga faoliyatimni qo'yib borsam, ustozlarim o'qiydi va menga hattoki telefon qilishadi. Sizni yutuqlaringizdan biz xursandmiz. Siz bizni shogirdimiz ekanligidan biz faxrlanamiz. Juda ham xursand bo'laman-da. Mana shu kitobni ham mana Lutfulla Mahmudov ustozimiz namanganlik 40 dan ortiq asarlar yaratgan san'atshunos, yozuvchilar uyushmasining a'zosi, juda ham qalami o'tkir ustozlardan biri. Bu biz Quyoshi yurakli inson kitobimiz bitta kursdoshimizga bag'ishlangan. Juda ham bir taqlidchilik san'atining bir kuchli bilimdoni. Bu inson hozirgi kunda Amerikada yashaydi, lekin bir nafas bo'lsa-da O'zbekistonga borsam, O'zbekistonda yashasam. Bu kitobning asosiy maqsadi insonparvarlik, vatanparvarlik, vatan sog'inchi. O'zga yurtda bo'lsa-da, lekin vatani uchun jonini berishga tayyor turgan insonlar haqida yozilgan. Bu albatta yoshlarimizga ibrat bo'ladi degan maqsadda ishonamiz. Albatta, men ham ishonaman. Bu kitoblarning hammasini o'qib ko'rishni men sizga tavsiya qilgan bo'lardim, qadrdonim. Va eng yaxshi axborot kutubxona markazi mutaxassisi ko'rik tanlovi oldidamiz. Tayyorgarliklar avjida. 29-da boshlanadimi? 29-da hozirgi kunda o'zi e'lon qilindi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan bu har yili o'tkazib kelinadi, an'anaga aylangan. Hozirgi kunda barcha respublikamizning viloyatlarida, Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasida
birinchi bosqichi bo'lib o'tdi, hujjatlar asosida portfolio yig'ildi. Ikkinchi bosqichi tanlov asosida o'tkaziladi. Ikkinchi bosqichi bizda Toshkent shahrida 29-kuni o'tkazish belgilangan. Hozirgi kunda 3 ta o'rin beriladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga diplomlar tayyorgarlik, sovg'alar harakatidamiz. Sovg'alarni eng zo'ri yana. Albatta sovg'alar juda ham yaxshi bo'ladi va bizda g'olib chiqqan kutubxonachini respublika bosqichiga tavsiya etamiz va hamisha men aytaman, albatta g'alaba qozonamiz degan ishonch bilan tayyorgarlik ko'rish kerak. Xudo xohlasa. Chunki inson oldiga yaxshi maqsadlarni qo'yish kerak. Qachonki yaxshi niyat albatta amalga oshadi. Meni hayotdagi shiorim ham intilganga tole yor. Juda chiroyli. Hammangiz intilib yashang. Intilib yashagan inson albatta maqsadiga erishadi. Minnatdorman. Bugun juda ham eng chiroyli suhbatlarni go'zali bo'ldi-da. Erta tongim juda ham go'zal kayfiyatda boshlandi. Tashrifingiz uchun minnatdorman. Bizni tomosha qilayotgan qadrdonlarimizga dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab qo'yasiz. Men sizlarga faqat yaxshiliklarni tilayman. Har birimizni oilamizda tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, farzandlarimizning faqat baxtini, kamolini ko'raylik. Buning uchun hamma inson intilib yashash kerak, farzandlariga yaxshiliklarni ulashish kerak va har bir oilada tinchlik bo'lsa, bu mahallaga, davlatga, jamiyatga albatta o'zining ijobiy natijasini beradi. Yaxshilik sizlarga hamisha hamroh bo'lsin. Sizga ham yaxshilik har doim hamroh bo'lsin deymiz. Siz o'zi yaxshiliklarni tarqatuvchi insonsizda. Siz bu kitoblarga qarab turib bir fikr yodimga tushdi. Buyuklik nimadir unda ne mazmun, balki u yolg'ondan tonmoqdir faqat. Yo'q. Asl buyuklik odamlar uchun umr davomida yonmoqdir faqat. Mana shu shijoat, yonib yashash baxti sizni aslo tark etmasin deymiz. Bir lavhaga navbat beraman va sizni kuzatib qo'yaman.